Rangsiz gullar yangi 67-qismi 2025 yil 5 noyabr kuni soat 21:45 da Sevimli TV telekanalida namoyish etiladi. Bu kecha yana yuraklarni junbushga keltiradi, chunki bu serial hayotning rangsiz tomonlarini, inson qalbidagi iztiroblarni chuqur ochib beradi. Rangsiz gullar bu oddiy hikoya emas, u hayot o'zi chizgan manzaradir. Har bir sahna og'riq, umid va ichki kuch bilan to'la. Yangi qismda o'tgan kunlar soyasi hozirgi hayotga kirib keladi. Kechirilmagan xatolar, yurakdan ochmagan xotiralar. Rejissyorning hissiyotlarni nozik tarzda ko'rsatish uslubi tomoshabinni chuqur o'yga toldiradi. Aktyorlarning tabiiy ijrosi esa voqealarga hayot baxsh etadi. Ularning nigohida chin dard, so'zsiz faryod seziladi. Serialda jimlik va og'riq bilan yonma-yon yashirin umid bor. Qahramonlarning har bir qadami, har bir qarori hayotiy, ishonarli. Rangsiz gullar inson qalbidagi qorong'ulikni yorita oladigan yagona narsa, kechirim va mehr borligini yana bir bor eslatadi. Bu film yurakka kirib boradi, iz qoldiradi va tomoshabinni o'ylantiradi.